Topgan pulni qayerda saqlashni bilmayotgan yurtdoshlarimiz uchun to'p himoyalangan seyflarda ko'rsatib o'tamiz. Assalomu alaykum bozorbo YouTube kanali tomoshabinlari, qadrdon do'stlar. Ayni vaqtda biz Andijon shahar Soytirk etaj bozoridamiz. Seyflar haqida ma'lumotni sotuvchi akamiz bilan birgalikda sizga tanishtirib o'tib ketamiz, kattasidan kichigiga qadar. Kichkinasidan boshlaymiz. Assalomu alaykum, Xolmay aka. Assalom, keling aka. Buni o'lchami qanaqa, sekretlari qanaqa? Aka, bunimiz отпечатка bilan kodga ishlaydi. Eng taraflama bu 31 sm, balandligi 20 sm. Отпечатkaga ishlaydi, batareykasi yo'q. Ishlash holati. Bularimiz o'rtacha 700 ming so'm yanaveradi seyf. Tushunarli. Pastdagisi? Bundan keyingisi ham bu kalit bilan kodga ishlaydi. 40 sm seyf, balandligi 30 sm. Bunimiz 1 millionga beryapmiz buni aka. Ichki holatini ochib ko'rsatsak bo'ladimi? Mana qadar ikkiga bo'lingan. Qayerda ishlab chiqarilgan bular? Bular Xitoy zavodskiy seyflar. Tushunarli. Undan kattarog'i nisbatan? Undan kattarog'i bularimiz 1 million 500 ming so'mga chiqadi. Bularimiz ishlari chiroyli holatda. Bunda ham kod bilan kalitga, sekret kaliti ham bor, qo'shimcha kaliti. Tushunarli. Ichki holatlarni bir qator ochib qo'yamiz. Mana bunday holatda. Endi esa bunisi. U nisbatan kattaroq ekan, lekin ko'rinishi nisbatan kattasi, holati bir xil. Undan ko'ra yaxshiroq narxini aytib keting. Xitoy zavodskiy bularimiz 1,5 millionga chiqadi. Xitoy zavodskiy seyflarimiz bu ham firmasi Enzora отпечатkaga ishlaydi. Kod sensorlari bor. Sensori ham kodli sensor bo'ladi, mas kodi. Holatlar. Bu holat, bu yerda tilla buyumlar, boshqa narsalar uchun nima bor? Joy qo'yib ketilgan. Bu nimasiga ancha pul nimasi bo'ladi mana. Seyf bo'lsa shunchalik. Ishlashi mana. Holati yaxshi. Tushunarli. Narxi necha bo'laramiz? Bularimiz o'rtacha 250 dollarlik seyf. Bu kattasi oqimiz. Bu oqlarimiz zavodskiy signalizatsiyali bitta kalit tushadi, отпечатка и sensor kod bular. 4 ta 6 tarafdan qulflanish nimasi chiqadi bular. Pastidan, tepadan, yondan hamma narsasi top secret va albatta bu yerda tilla qo'ygan joylar, pastida joylar qo'yib ketilgan. Buning narxi necha bu? Bularimiz narxi 340 dollarga chiqadi oxirgi narxi. Bu ko'rinishimiz qanaqa? Bu ko'rinishi xuddi shuni bir ikkita kalitligi. Bu ham отпечатка, sensor kod, signalizatsiya bor bunda ham. Tushunarli. Qadrdon tomoshabinlar, narxini aytib o'tib ketdik. Bular 300 dollar yana berishadi. Bundan ko'ra ozgina arzonroq yuradi bunisi. Tushunarli. Bunisi qanaqa? Bunisi ham bejirim. Shu bilan bir xil seyf bu. Holati bir xil shunday. Tushunarli. Ichki holatlari boshqacharoq. Buni rangida, buni ichida yana bir qo'shimchasi bor. Bunisi ham kodli bo'ladi. 3 ta kod bilan ochib yopsa bo'ladi. Buning narxi necha pul? Bu ham o'sha 300 dollar yanaversa. 300 dollar atrofida. Bularimizni to'xtalaylik. Bularimiz qum bilan izolyatsiya qilingan, qumli yong'inga qarshi aka. Bu yong'inda ham xudo xolasa ichiga o'tmaydi. Yong'in bo'lmasa ham avvalo. Bularimiz 350 dollarga chiqadi. Og'irligi 70 kilo, 75 kilo plus minus. Xuddi shuni kalitligi bor. Kalitligi. Bunimiz 300 dollarga chiqadi. Bu ham 70 kilo qum bilan izolyatsiya qilingan zavodskiy seyf. Bunda ichki holat. Ichida ham yana bitta buni nimasi bor, qo'shimcha karmani. Kalitlari bor, qadrdon tomoshabinlar. Narxini aytib o'tib ketdik. Buni ham bir qator ochib ko'rsatamiz. Ranglarini zakaz qilsa olib ko'raverasizlar, boshqa rang deydigan bo'lsa uyiga moslashi mumkin. Topib beramiz, hamma rangidan bor. Mana ko'rishingiz mumkin. Yana bu qoplikni katta modeli. Bu o'shaning katta modeli. Bunda ichkarisida qo'shimcha nimasi bo'ladi? Отпечаткalik, sensor kod, signalizatsiya bor. Tushunarli. Bu qumli emas-a? Yo'q, bular yong'inga qarshi ichidan izolyatsiya qilingan, qum solinmagan bularga. Tushunarli. Narxi necha pul? Bularimiz 450 dollar. 80 sm balandligi, eng tarafiga ularimiz 45-50 sm bo'ladi. Tushunarli. Yana qaysilarimiz qoldi aka? Xo'p, bu kichkina seyfimiz bor. Agar yoqtirsa, kichkina seyf. Bularimizni 300 ming so'mdan sotyapmiz. 300 ming so'mdan. Bunimiz 20 ga 17 bo'ladi, kodli seyf bunimiz. Tushunarli. Buni shu seyfdan 80 sm eng kattasidan ko'rsatib o'tdik, qadrdon tomoshabinlar. Keyin mana bu sal arzonroq varianti bor. Bu ham отпечаткalik, sensor kod, signalizatsiya bo'ladi. Bularimiz 160 dollarga chiqadi. Tushunarli. Отпечаткasi ham bor, 4 ta nimasi chiqadi bu. Ushlaydigan 4 ta. Kadastr hujjatlari tushadi, hujjatlar joylanadi. Bemalol. Nomerni aytib ketasiz, manzil. 91lik.
482 Mhm. 0323. Do'konning manzili qayerda aka? Andijon, Aha. Tirkatash soy bozori, Shinam qurilishda. Shinam qurilishda yonida idorasidan Yo'q, kirishda. ha, yonidan Stoyanka tomondan svetofordan kirganda biz. Mhm. Qadrdon tomoshabinlar. Ma'muriyat binodi tagida. Aha, ma'muriyatni tagida joylashgan mana bunday seyflar sotadigan joy. Aloqaga chiqa olasizlar, akamiz xizmatlarida bo'ladi.